Cho'rtan baliq va mushuk. Ivan Krylov. Ish chatoqdir, gar etikdo'z somsa pishirsa. Somsapazchi qo'lda bigiz kosiblik qilsa. Bunaqada ish orqaga ketish tayin, axir atayin. Bunday hollar ko'p martalab sinab ko'rilgan. Kim birovning hunariga qo'l urar ekan, boshqalarga qaraganda bo'ladi sarkash va har qanday ish deganni buzadi yakkash. Bilmaganni bilganlardan so'rash o'rniga, behudaga u hammaga qolar kulkiga. O'tkir tishli cho'rtan baliq qildi-ku orzu, mushuklarning hunarini egallasa u. Ishqilib, u mushukvoydan qildi iltimos. O'zing bilan olib ket, deb sichqon oviga. Qo'ysangchi, bilasanmi bu ishni biroz, der mushuk unga. Tag'in yana kulgu bo'lib o'tirma, oshnam. Qo'yaver, og'aynijon, sichqon ekan-ku, undan katta baliqlarni ovlaganmiz biz. Unday bo'lsa qani ketdik. Yo'l olishib tez ombordagi sichqonlarni poylashdi ikkov. Qorinni to'qlab, ko'ngilni xushlab, o'sha soatda mushuk shoshar oshnasidan olgan xabar. Qarasaki, cho'rtan yotar og'ir holatda. Bo'g'ilgancha og'zini kap ochar u yumar. Jo'rasining ahvolini mushuk ko'rarkan, behush holda uni yana hovuzga sudirar. Yodda tutgil, senga bu ish saboqdir, cho'rtan. Bundan buyon ish qila ko'r sen kallang bilan. To'g'ri kelmas ekan senga sichqon ovlamoq. Har hunarning o'z siri bor, buni anglab boq.